Cristiano Ronaldo rasman o'z to'yini e'lon qildi va eng katta shov-shuv mehmonlar ro'yxati. Yaqinda u Jorjina Rodrigezga qo'l sochdi va unga barmoqlaridan ham kattaroq uzuk taqdi. To'y esa Jahon chempionati finalidan bir kun o'tib Madera orolida bo'lib o'tadi. Men birinchi marta Messi bilan mashq qilganimda, u hazil qilib menga "Serxio, diqqat bilan eshit. Endi biz bir jamoadamiz. Buni unutma va menga qo'pollik qilma" dedi. Men esa kulib javob berdim. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Turolma, endi senga kimdir yaqinlashsa, men ularni uraman. Ochig'ini aytsam, unga nisbatan qattiq o'ynashim kerak edi. Chunki bu uni to'xtatishning yagona yo'li edi. Lekin birinchi marta u bilan birga o'ynaganimda xayolimdan shunday narsalar o'tdi. Hammasi yaxshi. Endi men dam olaman. Messi mening jamoamda. Oldin qiyin bo'lgan ish, endi mening jamoamning bir qismi. Ammo eng qiziq savol, mehmonlar kimlar? Chunki bu yerda oddiy ro'yxat yo'q. Haqiqiy yulduzlar paradi tayyorlanmoqda. Ronaldo kutilmaganda Habib va Makgregorni birga chaqiradi. Bir-birini yoqtirmaydigan ikki jangchi bitta to'yda. Demak, bu tarixdagi eng xavfsiz to'y bo'lishi mumkin. Shu bilan cheklanmaydi. Ro'yxatda Neymar, Mbappe, hatto Lionel Messi ham bor. Va albatta internet yulduzi Aish Speed ham taklif etilgan. Tasavvur qiling, bir sahnada futbol afsonalari, UFC jangchilari va internet shov-shuvchilari. Bularning hammasi Ronaldoning to'yida. Siz qanday deb o'ylaysiz? Bu to'y shunchaki marosimmi yoki tarixga kiradigan voqeami? Masharipovni ham chaqirarmikan?